Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Agar tanishingizgami, o'rtog'ingizgami, ammangiz, xolangizgami kredit olgansiz, endi bu to'lamayapti. Nima qilish kerak? Ya'ni agar o'sha odam, ya'ni sizni aldab, ishonchingizga kirib, firibgarlik yo'li bilan pulingizni olib, o'zini ixtiyoriga saqlab olgan bo'lsa, bu yerda jinoyat tarkibi bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha sizni aldab kredit olib, o'zi to'layman degan haqidagi video xabar, audio xabar, tilxat, syomka yoki guvohlar har qanday dalil bo'lsa, baho berish kerak va unda o'sha sizni ishonchingizga kirib pulingizni olganligini va ertaga qaytarib bermaslik rejasi borligini tasdiqlab bera olsangiz, ichki ishlarga ariza bering va Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilsa va dastlabki tergov, sud bo'lgandan keyin hukm chiqadigan bo'lsa, o'zingizga yetkazilgan moddiy hamda ma'naviy zararni undira olsangiz bo'ladi. Ya'ni shu orqali kredit to'lab olganingizdan keyin o'sha qancha pul to'lagan bo'lsangiz, o'shani to'liq moddiy zarar sifatida va undan keyin ko'rgan stress, ruhiy asab kasalliklari hammasini, demak, ma'naviy zarar ko'rinishida fuqarolik sudi orqali undira olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada telefon raqamim bor, murojaat qilishlaringiz mumkin.